Qalbingni sohibiga taslim et. Xolid Ertug'rul. Uydagi majlis. Shunday qilib, yarim kechasi uyda to'planishadi. Xola aqlli, voqeani to'g'ri baholaydigan, ishning ko'zini biladigan ayol bo'lgani uchun ham uchrashuv tashkil qilibdi. Xola, vaziyat ma'lum, debdi. Mahmud og'a jiyanimning baxtiga to'g'anoq bo'lishi aniq. U ko'zlarini yog' bosgan zolim odam. Agar unga boshqa birov uylanadigan bo'lsa, bizning ham, o'sha sho'ring qurg'urning ham sho'riga sho'rva to'kiladi. Nima qilamiz endi? Dadam hayajon bilan o'zini o'rtaga otibdi. Nadidani hech kimga bermayman. Bu o'limga borib taqalsa ham yo'limdan qaytmayman. Avval meni o'ldirib, keyin unga ega chiqishadi. Dadamning bu avzoyi oyimning ko'ngliga yorug'lik solibdi. Necha kun davomida cho'g'dek yongan qalbiga umid uchqunlari tushib, yonoqlariga ilk bor tabassum yuguribdi. Uyga ayoli bilan birga kelgan qishloq imomi Abdulloh afandi ularga tasalli beribdi. Vahimaga berilmang. O'rtada hali o'ladigan va o'ldiradigan holat yo'q. Bunday hayajon bilan boshlaydigan bo'lsangiz, ishning oxiri yanada vahimali bo'ladi. Qanaqasiga hech narsa bo'lmaydi, debdi dadam. Ertami kech biror bosqin uyushtirishadi-da, Nadidani olib qochib ketishadi. Bu ishni ulardan avval biz qilsak bo'lmaydimi? Bu taklifni eshitgan oyim dunyoga qayta kelgandek bo'libdi. Chunki dadam uchun hamma narsaga tayyor ekan. U bilan qochib ketish o'limga teng ish bo'lsa ham, bunga bajonidil tayyor ekan. Nima bo'lsa bo'lsin u dadamdan ayrilmasa bo'ldi. Mahmud og'a bilan hazillashib bo'lmaydi, debdi xola. O'g'li ham o'ziga o'xshagan, xudo urgan betayin. Birinchi xotiniga ham shunday qilib erishdi-yu, keyin ishlatib bo'lingan ro'molchadek bir chetga irg'itdi bechorani. Endi navbat bizga keldi. Ammo bizning oxirimiz bunday bo'lmasligi kerak. Shuning uchun yagona chora qochib ketib qutulish, debdi dadam. Unaqasiga ham, bunaqasiga ham baribir o'lamiz. Shunday ekan buning nima farqi bor? Abdulloh domla keng dunyo qarashli, aqlli inson ekan. Quloq soling, debdi. Jo'yali qaror qabul qilaylik. O'rtada biror muammo borki, uni ham diniy, ham aqliy jihatdan to'g'ri hal qilishimiz lozim. Qochish masalasi eng oxirgi chora bo'lib turaversin. Axir bu yerda jon xavfi yoki din tahlikasi yo'q va qonuniy sabablarni hal qilmoq kerak bo'ladi. Aks holda aql hushi joyida bo'lgan inson qochishni taklif qilmaydi. Shunday qiladigan bo'lsak, xato ustiga xato qilgan bo'lamiz. Dadam yana gapga qo'shilibdi. Domla, ish shu darajaga yetib kelmadimi o'zi? Bundan ortiq noxushlik nima sizningcha? Nadidani olib qochmagani qoldi xolos. Agar shunday qiladigan bo'lishsa, keyin o'zimizni o'ldirsak ham foydasi yo'q. Ozroq o'zingni bosib ol, o'g'lim. Hozircha rasman kelib qo'lini so'rashmadi. Odatlarimizga ko'ra shunday qilishlari kerak. Mahmud og'aning o'g'li Rizo kecha yonimga keldi. Bularni ko'ndiring domla, dedi. Bu ishda sizning ham qo'lingiz borligini bilamiz. Agar yo'q deysa, siz uchun ham yaxshi bo'lmaydi, deya tahdid qildi. Albatta, men jo'yali biror narsa deya olmadim. Zotan bunga haqli emasman. Boring, qo'lini so'rang. Ana undan keyin o'zaro maslahatlashadi. Agar mendan fikrimni so'rashsa, o'z fikrimni aytaman, dedim. Xo'sh, nima deysiz, deb pishqirdi. Bir imom sifatida, bir diniy odam sifatida albatta to'g'ri yo'l ko'rsatishimni aytgach, jahli chiqdi. Og'zidan bodi kirib shodi chiqdi va keyin chiqib ketdi. Mening fikrim esa bunday. Kelishsin, qo'lini so'rashsin. Siz esa avval atroflicha o'ylab ko'raylik deng. Bir muddat o'tib, qizimiz istamayapti deya xabar yuborasiz. Shak shubhasiz bu xabardan keyin ularning g'azabi qo'ziydi. Siz esa politsiyaga xabar berasiz. Shu yo'l bilan Nadidani qochib ketishga majbur bo'lgani va bunda Mahmud og'a sababchi ekani rasman ma'lum bo'ladi. Ana shunda uni olib qochish yanada osonlashadi. Bu orada barcha kerakli choralar ko'rilib, ham o'rtadagi jiddiy vaziyat rasmiy tus oladi. Ham odamlar boyaqish, nima qilsin, qochmaganida Mahmud og'a baribir majburlab olib qochardi deya dastak bo'ladi. Shunday yo'l tutilsa, na xalq va na rasmiy idoralar bu qochishga to'sqinlik qila olmaydi. Sizning ham vijdoningiz qiynalmaydi. Bu gaplarni eshitgan xola hammani hayron qoldirib, bir taklif kiritibdi. Vaziyat juda qaltisga o'xshayapti. Agar ish biz kutgandek bo'lmasa, qiyin ahvolda qolamiz. Shuning uchun buning oldini olish maqsadida bolalarni nikohlab qo'yaylik. Uchrashuvlari, o'zaro gaplashishlari va birga bo'lishlariga to'siq qolmasin.
Xolaning bu istagini eshitgan oyim va dadam rosa quvonishibdi. Bechora oyim shunchalar xursand bo'libdiki, umrida birinchi marta sevinganidan yig'lay boshlabdi. Abdulloh domla ularning nikohini o'qigach, voqealar rivojini kuzatib borishga kelishib, uylariga tarqashibdi. Falokat esa o'sha kuniyoq eshik qoqib kelibdi. Dadam va Abdulloh domlani kuzatib yurgan Mahmud og'aning odamlari 3ga bo'linishibdi. 2 kishi dadamni, ikkitasi esa Abdulloh domlani zo'rlik bilan mashinaga bosib olib ketishibdi. Qolgan shotirlari uyga bostirib kirib, bechora xolaning boshiga urib hushidan ketkazishibdi. Oyimning esa og'zini berkitib olib qochishibdi. Bunday falokat va bunday azobni odam bolasi na eshitgan, na ko'rgan emas. Zolim Mahmud og'a na oyimning va na dadamning sevgisiga rahm qilibdi. Hamma hurmat qiladigan din odami Abdulloh domlaga-ku umuman nohaqlik bo'libdi. Domla va dadamni mashinada kimsasiz joyga olib borishib, tonggacha kaltaklashibdi. Bo'lmag'ur gaplar bilan haqoratlashibdi. Oxiri Abdulloh domlaga ham, dadamga ham o'q uzib, o'ldi deb o'ylab o'sha yerga tashlab ketishibdi. Boyaqish Abdulloh domla yoshi katta odam bo'lgani sabab zolimlarning insofsizlarcha kaltagidan keyin Allohga omonatini topshiribdi. Bechoraning sinmagan joyi qolmagan ekan. Dadam esa yaratganning karami bilan o'lmay qolibdi va bir cho'pon kasalxonaga olib boribdi. Ammo oyoq qo'llari sinib, juda abgor holatga tushgan. Boshiga tekkan o'q esa haytovur salgina yalab o'tib, miyasigacha yetib bormabdi. Allohim, bu zolimlik, bu zulmni ko'ring. Insonning a'zoyu badani larzaga keladi. Buni boshdan kechirishni qo'ying, hatto o'ylashning o'ziyoq odamni dahshatga soladi. Bunchalik vahshiylik, bunchalik shafqatsizlikni qilish uchun inson maxluq bo'lishi kerak. Aytaylik dadam aybdor bo'lsin, ammo sho'rlik domlaning nima daxli bor edi? Uni yuvgan g'assol sog' joyi qolmabdi degan ekan. Oyimchi, kun ko'rmagan, alamu ko'z yoshdan bo'lak hayot ko'rmagan oyimchi. Uning holini bayon qilishga na til, na yurak chidaydi va na aql buni qabul qila oladi. Oyimni Mahmud og'aning o'g'li va 2 odami olib qochibdi. Oyim endi hammasi tamom bo'ldi deb o'ylabdi. Pok xotirasini, nomusini bulg'amaslik uchun o'limni o'ylay boshlabdi. Ichidan, yuragidan, tanasining har bir hujayrasidan chiqqan alam va faryod bilan baqiribdi. Allohim, qayerdasan? Bandangning nomusini toptashmoqda. Kim meni himoya qiladi deya o'zini yoqavayron qilibdi. Ammo bu shunday baqirish ediki, taksining ichi lahza ichida portlagan bombaga aylanibdi va hamma dahshatdan talvasaga tushibdi. Olamlar Robbisi, ma'sum bandalarining qo'riqchisi, zolimlarning dushmani bu faryodga javob bermaydimi? Bu ovozni eshitmasmidi? Bu fig'onni nazarga ilmasmidi? Ayniqsa oyimning qalbida yongan ishq savdosi oloviga parvo qilmasligi mumkinmidi? Rizo o'sha yerdayoq oyimga tajovuz qilishni istaydi. Biroq kutilmaganda qarshi tomondan yuk mashinasi chiqib qoladi va taksiga shunday uriladiki, mashina go'yo ilohiy zarba tushgan kabi parchalanib ketadi. Oyim ko'zini ochib o'zini bir daraxtning tagida ko'radi. U yoq bu yog'ini ushlab ko'rsa, biror joyi tirnalmagan va yaralanmagan ekan. Nokas Rizoning esa tomog'ini kesgan tosh parchasi bo'g'zigacha kirib ketgan, jon talvasasida tipirchilar ekan. Qon atrofga go'yo favvora bo'lib otilar, odam bolasi yoniga yaqinlasha olmasmish. Xullas, baqira-baqira, mudhish xirillash bilan tipirchilay odamlarning ko'z o'ngida dahshat manzara paydo qilgancha jon beribdi. Yarador bo'lgan 2 odami esa oyimga shunday deyishibdi. Singlim, biz topshiriqni bajaruvchilarimiz xolos. Iltimos, bizni duoibat qilma. Bola chaqamiz bor. Qishloqdan hali uncha uzoqlashmadik. Qaytib ketishing mumkin. Bor ket. Bizni hech kimga aytma. Ey G'affor Alloh, ey Jabbor Alloh, ey adolatli va marhamatli zot. Sening ilohiy adolatingdan kim ham qochib qutulardi? Kim bundayin xato qilishi mumkin? Kim senga qarshi bosh ko'tarishi mumkin? Oyim kechasi uyga qarab yo'l olibdi. Nafasi og'ziga tiqilgancha kelib qarasa, xola o'ziga kelgan, ahvoli ancha yaxshi ekan. Ammo dadam va domlaga nima bo'lganini bilmas, ularni o'ylab xavotir alangasida yonayotgan ekan.
tong otgach ular bilan, ayniqsa domla bilan bog'liq falokatni ham eshitishibdi. Oyim buncha tashvishga sabab bo'lgani uchun o'zini ayblarkan. Domlaning o'limida men sababchiman. Buni endi qanday ko'taraman? Orifning haqqini qanday qaytaraman? Ularni hayot ko'rish uchun 1000 marta o'lishga ham rozi edim deya o'zini o'zi yeb bitiribdi. Allohning ishlarini qarangki, zolimligi bilan tanilgan Mahmud og'a bo'lib o'tganlarini eshitgach, o'sha ondayoq falajga uchrabdi va yotoqqa mixlanibdi. Undan keyin esa dadam tuzalishi uchun yordam beribdi. Oyimga xabar yuborib, mendan rozi bo'lsin. Bundan keyin uni o'z qizim kabi ko'rib, yordamimni ayamayman debdi. Albatta, o'limning qo'rqinchli qo'llarini yelkasida his qilgachgina hisob kitobi qanchalar dahshatli bo'lishini tushunib yetgandi nokas. Dadam 3 oy kasalxonada yotibdi. Allohga shukrki, hech qanday muammo bo'lmabdi va ko'p o'tmay sog'lig'i yaxshilanib, barini ko'rmagandek bo'lib ketibdi. Buvam esa ota-onamning turmush qurishiga majbur rozi bo'libdi. Ammo falokatlar ularni tinch qo'ymas ekan. To'y kuni kelishib olinib, barcha tayyorgarliklar yakuniga yetkazilibdi. Ammo baxt oqshomi kechqurun keksa xola yaratganga omonatini topshiribdi. Ammo bu shunday ajoyib bo'lgan ekanki, bu haqda eshitgandan beri Robbim, menga ham shunday o'limni nasib qil deb so'rayman. Xullas, qari xola kechasi oyimni uyg'otibdi. Men ketyapman bolam, turishimga yordam ber, g'usl qilib olay. Oyim xolasini o'rnidan turg'azibdi. G'usl qilishiga yordamlashibdi. Kiyimlarini kiydiribdi. Qiblaga qarab o'tirgach, qo'liga Qur'oni Karimni olib, o'qishni boshlab, tongi azongacha mutolaa qilibdi. Yolvorishlari, zorlanishlari sira to'xtamabdi. Qalban tavba qilib, shunchalar Allohga yolvorarmishki, na xola va na oyimning ko'zlaridan oqqan yosh bir daqiqa to'xtamabdi. Keyin oyimni oldiga o'tqizib, "Qizim, senga aytadigan gaplarim bor. To'y kuni tushimda biznikini ko'rdim", debdi. Bizniki degani vafot etgan eri bo'lib, hamma uni Sulaymon avliyo der. Suvga cho'kib rahmatli bo'lgan ekan sho'rlik. "Pochchang meni chaqiryapti bolam. Alloh bergan sanoqli nafaslarim qoldi. Uyda bittagina sigir bor. Turmush qurgach, o'shani ham olib keting. Unga harom narsani aslo yedirmadimki, suti halol bo'lsin. Sen ham boshqaning o't o'lanini yedirma. Yedirsang ham roziligini ol. Yoshsan, go'zalsan. Hali mushtdek paytingdanoq qiyinchilik ko'rib o'sding. Yoshliging va go'zalligingga ishonma. Bilki, har go'zal ham xuddi go'zal bo'lmaganlar kabi yaratgan huzurida hisob beradi. Alloh oldidagi qarzingni to'la. Undan biror narsa so'rashga beting bo'lsin. Odamlarning havasini keltiradigan kiyim kiyma, yo'qsa dushman va g'ayr nazarni ko'paytirasan. Hech kimni g'iybat qilma, bo'lmasa qalb halovatidan ayrilasan. Tahoratsiz yurma, yo'qsa ne'matlarga noshukrlik qilgan bo'lasan. Ibodatlaringni kanda qilmaginki, Allohning rahmatidan judo bo'lasan. Eringni qadrini bil, uyingni jannat deb qabul qil. Do'st tanlashda xato qilma, harom yema, isrof qilma. Bilki, yaxshilik Allohning rahmatini olib kelsa, yomonlik g'azabiga mubtalo qiladi. Boshingga bir balo keladigan bo'lsa, Allohga sig'in. Unutma, bu dunyo kayf safo joyi emas, balki dard va mashaqqat maskanidir. Sabr qilki, jannatga munosib bo'l. Aytgancha unutayozibman. Qachondan beri senga aytayin deyman, vaqti hozir ekan. Rahmatli Abdulloh domla aytgandi. Tushida ayon bo'lganmi, Xudo qalbiga solganmi yoki o'zi shunday his qilganmi, bilmayman. Nadida qizimga ayting, sabr qilsin degandi. Inshaalloh istaganiga yetishadi, ammo imtihoni to'xtamaydi va agar sabr qiladigan bo'lsa, bu imtihon uni oxiratiga qovushtiradi. Abdulloh domlaning gaplari to'g'ri chiqdi. Bu shunday imtihon ediki, har daqiqasi, har oni bilan otash kabi qovurardi insonni. Xola boshini sajdaga qo'yibdi. Oxirgi kalimani ingrab aytibdi.
ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluh. Umra azoblar, iztiroblar va falokatlar bilan o'tgan xola oyimni katta qilib, to'yi kunigacha olib kelib, keyin esa Allohning dargohiga yo'l olibdi. Uni 20 yildan beri kutayotgan shahid eri Sulaymon avliyoga yetishibdi. Koshki har hasrat chekkan inson mana shunday qazoga yetsa, har savdoning yakuni shunday go'zal bo'lsa. Oyim shuncha qiyinchiliklar va charchoqlardan keyin nihoyat dadam bilan turmush qurmoqda edi. Xudo xohlasa, dunyodagi eng baxtli oila egasi, eng huzur halovatli turmush o'rtoq, eng sadoqatli ayol bo'ladi deb niyat qilardi. Layli va Majnun kabi qalblarida yongan sevgi otashi esa turmush qurish bilan so'nib qolmabdi. Aksincha, har kuni yanada ortib borayotgan sevgi bilan bir-birlariga bog'lanishibdi. Go'yo sevgi ko'zlariga muhrlangan kabi umr yo'ldoshining muhabbatiga to'ymaganlarini his qilishar ekan. Natijada shunday bo'ldi ham. Uning dunyosi cho'kkan, umidlari kuygan, orzulari kuyib kul bo'lgandi. U endi bu dunyoda o'zi uchun yashamayotgan, halok bo'lgan dadamning xayoli bilan umr kechirar, umrini uning nafasi va isini tuygancha davom ettirardi. Uning hislari bu dunyo uchun bekitilgan va narigi dunyo uchun ochilgandi. Uni deyarli ko'chada ko'rishmas, iztirobga toqat qilolmay aksar vaqtlarda ko'rpa to'shak qilib yotar yoki joynamoz boshida jonimni ol deya Allohga yolvorardi. Oyimning ingrashlari sabab tonggacha uxlay olmasdim. Qalbni azoblagan faryodi, cho'g' tomchisi kabi dumalayotgan ko'z yoshlari, yurakni parchalayotgan hazin yolvorishlari bolalik dunyoyimni kun sayin iztirobga ko'mardi. Oyim doim dadamni esladi. Uyga kelib ketuvchilar, do'st, birodarlar va qo'shnilar oyimni o'ziga keltira olmadi. Uni o'z dunyosidan ajratib olishni iloji bo'lmadi. Biror kecha yo'q ediki, oyim Orifim keldi. Orif, mana boryapman. Orif, sizmisiz? Yoki Orif, qayerdasiz kabi faryodlar bilan o'rnidan qo'zg'almasin. Oyimning imtihonlari tugamagan, aksincha hamon davom etardi. Oyim o'z dunyosida yashash uchun kurasharkan, kutilmagan o'zgarish sodir bo'ldi. Biroq bu shundayin azob ediki, odamning yuragini o't bo'lib yoqardi. Dadam bilan bog'liq falokatdan keyin buvamning qand kasali yanada rivojlangan, kasallik ta'sirida avvaliga ko'zlaridan ayrilgan bo'lsa, keyin buyrak kasaliga chalingandi. Uyda amakim ham bo'lib, u dadamdan kichik va uy ishlarini shu amakim qilardi. Orada biznikiga kelib, bizga ham yordam berishni kanda qilmasdi. Gap shundaki, buvam bilan buvim urf odatlarimizdan kelib chiqib, oyimni amakimga turmushga berishni istashayotgani ma'lum bo'ldi. Uydan chiqmasin, ko'z oldimizda bo'lsin, bola ham qiyinchilik ko'rmasin, boshqasi kelib nomusiga tegmasin deya bosim qila boshlashdi. Zotan hali aqli hushi o'zida bo'lmagan oyim buni eshitgach telba bo'la yozdi. Qanday qilib Orifning omonatiga xiyonat qilishadi deya qiyomat ko'tardi. Ammo bu hayotning o'yinlari tugamas, qalbida yongan olov sira o'chay demas, falokatlar esa bir arimay boshqasi eshik qoqardi. Bechora oyim endi o'zini qo'lga olayotgan paytda qarshisidan bu falokat chiqdi. Balki ayriliqqa chidaru ammo bunga bardosh bera olmasligi aniq edi. Dadamning uning dunyosini bezab turgan o'rnini boshqa birov qanday qilib bosa olardi? Ming afsuski har qancha qarshilik ko'rsatmasin, bundan natija chiqmadi. Atrofdagilarning bosimi bilan buvam uni amakimga berishga qaror qildi. Oyim yana bir marta pichoqsiz so'yilgandi. Boshqa chora yo'q. Bu uydan ketolmaysan deyishdi unga va bu bosim uni telbaga aylantirish uchun yetarli bo'ldi. Oyimni sira tushunishmas, uning muhabbati-yu qalbidagi otash to'fonini his qila olishmasdi. Ularning nazarida nima edi bu? Xo'sh, bu taqdir o'xshamadi, lekin hayotni davom ettirish kerak-ku deyishardi. Ammo oyim uchun dadamning yodi jon, havo, non va suv kabi voz kechib bo'lmas narsa edi. Buvam va qishloqning an'analar quliga aylangan odamlari shuni tushunishmasdi. O'sha kunlarni batafsil bo'lmasa ham ba'zi asosiy voqealarni juda yaxshi eslayman. O'sha kunlarni
Oyimni yoqqan o'sha otashni qanday unutaman buvamning oyoqlariga yiqilib yolvorganlarini. Eshigingizda qulingiz bo'lay, bir umrlik xizmatkoringiz bo'lay, menga tegmasangiz bo'ldi degan iztiroblarini qanday unutay? Oh, oyim, oh, bunchalar bitmas tuganmas bardoshni qayerdan olgandingiz? Muhabbatingiz, yuragingiz va sevgingiz qanchalar buyuk ekanki, bularga ko'krak kerdingiz. Hozir xotiralarim bilan yuzlashsam, uyalib ketyapman. Ishq deya, sevgi deya aqlga sig'mas la'natlarni ko'rgan yuzim qizarib ketadi. Siz savdoning eng pokizasini, eng tozasini, eng pokini boshdan kechirgan bo'lsangiz, men iflosi bilan yuzlashganman. Oyimning yalinishlari, tipirchilashlari hech qanday foyda bermadi. Kimga yolvormasin biror natija bo'lmadi. Buvimga, xolasi-yu qishloq kayvonisi hisoblangan Iffat xolagacha yolvorib bordi-yu, ammo baribir natija chiqmadi. Ikkinchi qism tugadi. Loyal Travel, sizning ishonchli hamrohingiz.